Navbatdagi savol. Bilishimcha oxiridan oldingizda. Oxiridan oldingi savol ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siymosiga o'xshash bir sahoba bor edi. Rasulullohga o'xshagan sahoba bor. Kunlarning birida o'sha sahoba shahid qilinadi. Shunda Makka mushriklari Muhammad o'ldi deb hammaga jan solishadi. O'sha shahid qilingan sahoba kim edi? Ustun oldidagi aka. Maşallah, Mus'ab ibn Umayr. Maşallah, bittada javob bo'ldi. Uchkalik qilolmadi? Uchkalik qilolmadi. Xo'p, oxirgi savol. Bunga savolni javobiga telefon qo'yilibdi. Xo'p. Savolimiz oson, lekin diqqat bilan eshitsanglar, keyin qo'lni yaxshi ko'tarsanglar, o'shandan javob qilsak yaxshi bo'ladi. Juda yaxshi biz bolalar ulug' tunda, ya'ni musulmonlar tartib inshaalloh. Ikkinchi Aqaba bay'ati qaysi oyda sodir bo'lgan? Ikkinchi savol yana qaytaryapman. İkinci Aqaba bay'ati qaysi oyda sodir bo'lgan? Telefondan foydalanmaganimiz ma'qul. Rajab oyi. Kim?